Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun biz kursimiz haqida qisqacha taqdimot qilib o'tmoqchimiz. Ya'ni o'sha milliy sertifikat kursiga noldan boshlab tayyorlanish. Keling, avval o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ismim Muzaffar. Matematikadan 5 yildan beri dars berib kelaman va bizda shu paytgacha offlayn va onlayn o'quv kurslarimizda o'quvchilarimiz natija qilishgan. Keling, birinchi o'z haqimda yutuqlarim haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi o'rinda o'sha milliy sertifikat darajam haqida aytmoqchiman. Xo'p, qanaqaga? Milliy sertifikatdan A+ darajali sertifikat olganman, ya'ni 100% yopib beradigan va bizda ballni hisoblaydigan bo'lsak, ball 90,06 ballni qo'lga kiritganman. Va bu hozirda o'sha O'zbekiston bo'yicha eng yuqori ballardan biri, ya'ni o'sha 90 ballik ballar eng yuqorilardan biri hisoblanadi. Ikkinchisi, o'sha xalqaro olimpiadada bronza medalni qo'lga kiritganman. Ya'ni o'sha matematika bo'yicha o'tkazilgan xalqaro olimpiadada bronza medalni qo'lga kiritganman. Endi kurslarimiz bo'yicha, natijalarimiz bo'yicha mana shu 5 yil davomida qachon milliy sertifikatga tayyorlanishni boshladik o'zi, qancha o'quvchimiz sertifikat oldi desak, misol uchun hozirda Toshkent shahar Grant Edu o'quv markazida dars beraman. Grant Edu o'quv markazi. Va Grant Edu o'quv markazida mana 2 yildan beri ishlaydigan bo'lsam, shu paytgacha 300-400 tacha o'quvchi sertifikat olib ketganmiz bizlarda. 300-400 tacha o'quvchi sertifikat olishgan. Ya'ni deyarli o'sha har yil oxirgi imtihonda, o'sha o'tgan yili 2024-yil mayda bo'lgan bo'lsa, o'shanda 100% o'quvchimiz sertifikat olishgandi. Shu yilgi oxirgi imtihonda ham deyarli hamma o'quvchimiz sertifikat olishdi. Onlayn kurslarimizda bo'ladigan bo'lsa, onlayn bizda juda ham ko'p loyihalar qilganmiz, ya'ni o'sha pullik loyihalar qilganmiz, bepul loyihalar qilganmiz. O'sha jami umumiy hisobda 1000 dan ortiq o'quvchilar sertifikat olishgan bizning kurslarimiz bo'yicha. Ya'ni bu hammasi ham pullik kursimizda emas. Pullik kursimizda bir 500 tacha o'quvchi o'qigandi oldingilarda. Xo'p, umumiy hisobda, ya'ni o'sha bepul loyihalar bo'yicha ham juda ko'p o'quvchilarimiz sertifikatni qo'lga kiritishgan. Endi hozirda o'sha algebra qismidan o'sha milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rish uchun noldan kursimizga qabul ochilyapti. Ya'ni bunda siz nimalarni o'rganasiz? Keling, qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, birinchi o'rinda hozir bizda eng asosiy narsa sertifikat olish uchun bazani yaxshilab olishimiz kerak. Ya'ni bizda fundament baza kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun biz nima qilmoqchimiz? Algebradan, o'sha boshidan hamma kurslarni boshlab olamiz. Algebra noldan boshlanadi. Algebra boshdan boshlanadi. Ya'ni noldan deganda kara-karani o'rgatmaymiz. O'sha bizda o'sha mavzular bo'yicha barcha misollar, barcha mavzular boshdan ishlab ketiladi. Ikkinchisi, qaysi manbadan foydalanamiz deydigan bo'lsak, o'sha yaqinda chiqdi Sardorxon Urfonxon ustozimizning kitobi. Mana o'sha kitob hozir yonimda ham bor. Mana bu kitob bo'yicha ishlaymiz. Bu kitob o'zi may oyida chiqdi, hali sotuvga chiqqaniga 1 oy bo'ldi. Hali deyarli hech qaysi ustoz bu kitob bo'yicha onlayn kurs taqdimot qilgani yo'q. Ya'ni bu kitobning zo'r tomoni o'xshash misollar bor, anchagina. Ya'ni bitta misol 2-3 ta qilib ko'paytirilgan, o'quvchi uni ishlab yaxshigina o'rganib olsa bo'ladi. Mana bu kitob hozir butun O'zbekiston bo'yicha sotuvda bor. Uzun marketdan ham sotib olsa bo'ladi bu kitobni. Ya'ni bu kitob bo'yicha onlayn kurslarimiz boshlanyapti o'sha milliy sertifikat imtihoni uchun. Endi demak, yozib qo'yaman kitob nomini, o'sha Sardorxon Urfonxonov ustozning kitobi. Urfonxonov. Kitob nomi matematika kursi. Kitobning nomi shunaqa nomlangan, matematika kursi. Ya'ni o'zini loyihalarida nomini bergan shu kitobga. Endi qaraylik, o'zi algebra noldan boshlasak, qanaqa tartibda bo'ladi o'zi? Intizomli bo'ladimi? Ya'ni mentorlar bo'ladimi? Bizni uyga vaziflarimizni tekshiradimi desak, uchinchisi albatta ha. Ya'ni bizda mentor ustozlar bo'ladi, sizlarga chiqmagan misollarni ko'rib beradigan, albatta yordam ustozi bo'ladi, har darsda uyga vazifalarini tekshiradigan. Ya'ni asosiy ustoz men, ya'ni darslarni o'taman, ya'ni hamma darslar yozib olingan formatda bo'ladi, ya'ni xuddi shunaqa doskada yozib olingan, planshetda emas, xuddi shunaqa jonli tarzda o'zim tushuntirib beraman har bitta mavzuni, o'xshash misollarni ko'rib beraman. Ikkinchi, bizda mentor ustoz bo'ladi. Mentor ustoz. Ya'ni mentor ustozning vazifasi men dars o'tgan kunimdan bu kunisiga sizlarda chiqmagan savollarni ko'rib beradi.
Ya'ni o'sha mentor ustoz jonli dars qilib o'tib beradi buni. Video dars bo'lmaydi. O'sha jonli dars bo'ladi, o'sha Telegramda yoki Zoomda jonli dars bo'lib, chiqmagan misollarni ko'rib beradi. Chiqmagan misollarni ko'rib beradi. Xo'p, keyin bizada support ustoz bor, ya'ni yordamchi ustozlar bor, ya'ni nazoratchilar bor, yordamchi ustozlar. Ular sizlarni uyga vazifalaringizni tekshirishadi. Ya'ni hozir ochig'ini aytganda, onlayn darslarda o'sha qattiqqo'llik tizim bo'lmasa, uyga vazifa qilish qiyin. Ya'ni hech kimga yoqmaydi. Misol uchun o'zim o'qisam, qiyin. Kimni nazorat qilish qiyin. Shu uchun bular bu ustozlar sizlar uyga vazifalaringizni tekshirib boradi. Uyga vazifa tekshirishadi. Ya'ni o'sha har bir darslikda necha foiz bajarildi yoki bajarilmadi, o'shani belgilab boradi o'zi har darsda. Mana shular bo'ladi. Kurs algebra 0 dan boshlaymiz. Xo'p, qancha vaqt davom etadi desak, algebra o'zi boshdan oxirigacha tugatmoqchi bo'lsak, ya'ni o'sha hosila, integral hammamizni tugatmoqchi bo'lsak, 7 oycha vaqt ketadi. Ya'ni butun boshli kitobni boshdan oxirigacha tugatish uchun o'rtacha 6-7 oy vaqt ketadi. 4-inchisi mana 6-7 oy vaqt ketadi. Bu o'sha boshidan boshlayotganlar uchun. E'tibor berishimiz kerak biz o'zi eng oson imtihon o'zi oxirgi imtihonlar bo'ladi. Ya'ni o'sha yangi yildan keyingi imtihonlar, bahorgi yoki dekabr imtihonlariga harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Hozir xabaringiz bor, o'tgan yil fevralda imtihon qoldi. Ya'ni juda ham qisqa vaqt. Agar sentyabrda boshlab o'qishni boshlaydigan bo'lsak, ulgurishimiz qiyin. Shuning uchun ham biz hozir yozda eng bo'sh vaqtimiz ko'p bo'ladigan vaqtda aynan o'sha kurslarimizga start bera oldik. Biz ochiqini aytamiz, mana 2-3 oyda sertifikat olish qiyin 0 dan. Biz aldab hech kimga kurs sotmoqchi emasmiz. 0 dan boshlab matematikani endi boshlab o'rganyapsizmi? Takrorlab olmoqchimisiz yoki ancha oldin boshlagansiz, esingizdan chiqqan, takrorlamoqchimisiz? 2-3 oyda A yoki A+ olaman deb o'ylamang. O'rtacha 1 yilcha vaqt ketadi A yoki A+ olish uchun. Mana 5-inchisi yozib qo'yaman. A yoki A+ uchun agar yaxshi o'qisangiz, o'rtacha 1 yil vaqt ketadi. O'rtacha 1 yil vaqt ketadi. Endi o'ylamang, u 2-3 oy qattiq tayyorlanib A yoki A+ olaman deb xomta bo'lish kerak emas. Ya'ni o'sha 0 dan boshlayotgan bo'lsak, o'sha sabr qilib, chunki bilim yo'qishiga ham vaqt yetadi. Shunaqa boshdan boshlasak bo'ladi. Keling endi kurs qachondan boshlanadi o'zi, tartibi qanaqa bo'ladi? O'sha haqida gaplashar ekanmiz. Kurs narxlari hammasi haqida batafsil ma'lumot beraman. Birinchi bo'lib, darsimiz nasib qilsa 22-iyundan boshlanadi. 22-iyundan boshlanadi. Ya'ni ungacha qabul jarayoni bo'ladi va bizda o'sha nazoratli tizim bo'lgani uchun biz o'zi chegaralangan o'quvchi olamiz. Ya'ni bizda limit bor. Nechadir o'quvchi olganimizdan keyin o'zi qabul yopiladi. Chunki hamma o'quvchini qabul qilsak, mentorlar ulgurmay qolishi mumkin. Hamma o'quvchiga javob berib chiqish kerak. Ya'ni qisqasi bizda joylar cheklangan bo'ladi, limit bo'ladi. Joylar cheklangan. 22-iyundan darslar boshlanar ekan va faqat 1-oy uchun, ya'ni 1-oy 22-iyundan to 31-iyulgacha davom etadi. Ya'ni 40 kuncha davom etadi. 1 oy emas, 40 kuncha. 1-oy shunaqa davom etar ekan. Mana ikkinchisi 40 kun davom etadi. Ya'ni bu bonus o'quvchilar, ya'ni 1-oy hozir oyning o'rtalarida qabul ochilayotgani uchun deyarli 1,5 oylik darslar bitta qilib 1 oylik to'lovga o'tib ketar ekan. Ya'ni 40 kun davom etar ekan 1-oyligimiz. Uchinchisi o'sha kurs narxiga keladigan bo'lsak, kurs narxi oylik to'lov, nima deb yoza qolaman? Oylik to'lov. Hozirda o'sha barcha imkoniyatlarni kelib chiqib, o'sha yozda ko'p o'quvchilar o'qishi uchun imkoniyat yaratdik. Juda ham qimmat qilganimiz yo'q, kurs narxlarini barcha o'qishi mumkin bo'lgan narxlar. Ya'ni 189 ming so'mdan deb belgilab qo'ydik. Ya'ni o'sha barcha o'quvchiga shunaqa ball olish nasib qilsin, 189 ball. Shu sababli shunaqa narx belgiladik. Endi qaraylik, bu oylik to'lov hozir 1-oy uchun 40 kun uchun. Ya'ni siz hozir bitta to'lov qilasiz, bo'ldi, shu bo'yicha 31-iyulgacha boshqa to'lov qilmaysiz. Ya'ni iyun va iyul oylari yopilib ketadi o'sha bitta to'lov bilan. Keyingi oylik to'lovlar har oy 189 mingdan o'sha avgust, sentyabr, oktyabr oylarigacha davom etib ketadi. 4-inchisi
Xo'p, agar mabodo siz o'qishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, oyda o'rtasidan 1 oy o'qidingiz, 2 oy o'qishni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, video darslar sizga tashlab berilmaydi. Ya'ni shunchaki kursdan chiqarilasiz, video darslar sizda qolmaydi. Shunchaki agar to'liq video darslar sizda qolishi uchun siz o'sha boshidan oxirigacha hamma kursimizda qatnashgan bo'lishingiz kerak. Yoki o'zi video darslar qolishi ham shart emas o'zi aslida. Shunchaki vaqt borida o'qib olish kerak. Chunki ko'p o'quvchilar bor, suraveradi orqaga. Masalan, hali erta ko'raman, indin ko'raman, hali ancha oldinda vaqt bor deb ancha orqaga suraveradi. Shu uchun borida, ya'ni video darslar kunlik tashlangan payt ko'rib olish kerak. Keyingisi to'lov bo'lgandan so'ng to'lov qaytarilmaydi do'stlar, ya'ni sotib olingan narsa qaytarib berilmaydi. To'lov qaytarilmaydi. Bu nima degani? Misol uchun birinchi oyga to'lov qildingiz, yarim o'qidingiz, qanaqadir ishingiz chiqib qoldi, siz vaqtingiz yetishmayapti, to'g'ri kelmayapti, to'lov qaytarib beriladimi desak, yo'q, to'lov qaytarib berilmaydi. Ya'ni o'sha 1 oylik uchun qilingan to'lovingiz qaytarib berilmaydi. Ikkinchi oydan to'lov qilmasdan, ya'ni o'qishni qoldirsangiz bo'ladi. Shunaqa. Onlayn kurslarimiz bo'yicha shunaqa. Demak, men tog' kunlari dars o'taman. Mana tog' kunlari dushanba, chorshanba va juma kunlari dars o'taman men. Men dars o'taman. Dars bular yozib olingan video darsdek bo'ladi. Ya'ni jonli dars emas, bu darslar yozib olingan video darsdek bo'ladi, doskaga yozib olingan bo'ladi. Ertalab tashlab beriladi, o'sha videoni siz ko'rasiz, keyin o'sha misollarni ishlaysiz. Chiqmagan misollar tabiiyki hosil bo'ladi sizda. Shunda juft kunlari, ya'ni seshanba, payshanba, shanba kunlariga mentor so'zlar dars o'tadi. Mentor so'zlar dars o'tadi. Va bu dars jonli bo'ladi. Tushunali? Men mavzuni tushuntirib beraman, misollar ishlab ko'rsataman, qanaqa ishlanish strukturalarni o'rgataman. Keyin sizda yana chiqmagan savollar bo'lsa, uni mentor so'zlar ko'rib beradi. Mentor so'zlar ham o'sha hammasi A'si, A+ bor so'zlar bo'ladi. Ya'ni tajribasi bor so'zlar bo'ladi. Bular jonli darslar bo'ladi. Jonli darslar. Va eng muhimi, bizga eng keraklisi, hamma milliy sertifikatga yoki attestatsiyaga tayyorlangan bo'ladi. Har yakshanba kuni biz o'sha o'tgan mavzularimiz bo'yicha milliy sertifikatda tushgan misollar ishlaymiz. Har yakshanba. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz kutib o'tirmaymiz, o'sha butun hamma mavzuni tugatib, keyin mock testlarga o'tmaymiz. Shunchaki har yakshanba o'sha o'tilgan, boshida nima kasrda o'tdikmi, ekib o'tdikmi, o'shalar ham imtihonda tushadi-yu. O'sha mavzular bo'yicha milliy sertifikat testlari ishlatiladi. Ya'ni real imtihonda tushgan testlar ishlanadi. Ya'ni mock test emas, o'sha real imtihonda tushgan haqiqiy testlar ishlanadi. Demak, o'sha videoni pastida o'sha adminning linkini yozib qoldiramiz. O'sha link orqali adminga murojaat qilib, kursga bemalol qo'shilsangiz bo'ladi.